Endi o'rtoqlar, mana bu yosh bolalarimiz ko'p. O'zbekda nimasi ko'p, bolasi ko'p. Nechta desang uyda deydi. Nechta axirda uyda sanolar bor deydi. Nechta bolasi bor, nechtasi qiz, nomi nima, nechtasi o'g'il, nechtasi uylangan bilmaydi. Buni vaqti yo'q bilishga. Lekin ko'paytirishga vaqti bor. Har 6 oyda tug'ilsam xafa bo'lmaydi. Rosa vaqti bor bunaqa paytda. Endi maktabga borsa-ding, o'qituvchilarda qiynaydigan erkatoy bolalar paydo bo'lgan. Mana shu ham bizning bolalarimiz. Ko'pligidan tarbiya yetmay qolgan unga, adob qolgan tarbiya qolganda. O'qituvchilarning oyligi kam, iloho, o'qituvchilar bo'lsa oyligiga 1,5 ming bo'lsin, 2 ming bo'lsin. Vaqtimizga shu ota-onalarni bolalarni tarbiyaga yuraversin. Bittasi bor ekan, o'qituvchini ham sanlayapti emish, maktabga direktorini ham sanlayapti emish. Chaqirtirsa, ota-onasi aytamiz, bu bizni ham sanlaydi bu debdi. Nimaga unaqa sanlaydi desa, endi buvomizning nomini qo'yganmiz, hali erkaroq. Buni so'kib bo'lmaydi, axir bu buvomizda bu. Buni urib bo'lmaydi, axir buvomizda qanaqa uramiz? Buni erkak qo'yganmiz. Endi 1-2 yil chiraysan, katta bo'lgandan keyin aqli kirib keyin sizda boradi. 500 sinfga o'tibdi. Voskaga chiqdi, o'zing chiqdi. O'zingga qo'limni tiqqolama qiladi. Shu qo'rzi ishdi. O'tirib yoqa debdi. O'tkazib qo'yib yoz debdi. Nima deb yozay desa, o'qituvchimiz sizlayman, sallamayman, sizlayman, sallamayman, sizlayman, sallamayman 100 marta yozsa debdi. Yarim soatdan keyin tekshirib qarasa, 200 marta yozib yuboribdi. Qo'rqmaysanmi? Puchugini qo'ymayman. Nimaga martaga 100 marta, 200 marta yozib yubordik? Qo'rqdingmi deyman, tavbaga tayindingmi deyman desa, ayni bir sen xursand bo'lgan dedim-da. Bolaning sho'xishini bo'ladi o'zi. Bittasi oyog'ini tagiga 5 ta g'ishni qo'yib olgan, eshikning qo'ng'irog'ining knopkasiga qo'lini cho'zyapti. Yosh bola qo'li hech yetmasmish. Sakrasam yetmabdi. Bir sodda odam ko'rib qoldi, "Hajiyan, qo'li yetmayaptimi? Shu knopkani bosib beraymi?" desa, "Ha, tag'ab bosib bering." Necha marta bosaman? 5 marta. Erinmagan soatda qarang. Zing 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 5 marta bosib, ana. Endi nima qilamiz, jiyan desa, endi qochamiz tag'ab. Bolalarimiz ko'payaversin vaqtimizga.